Bu uchrashuv shaxsan o'zim yaxshi o'yin kutgandim. Sababi Navbahor ham o'zi Temur Kapadze shogirdlari to'p nazorat qilishni yaxshi ko'radigan, hujum uyushtirishni yaxshi ko'radigan, vaziyatlar yaratishni yoqtiradigan jamoa va Lokomotiv ham oxirgi o'yinlarga nazar soladigan bo'lsak, bu mavsum o'zi umuman bu mavsum misol uchun deylik o'sha Qo'qon 1912 bilan o'yinni hisobga olmaganda, qolgan o'yinlarda juda ham yaxshi futbol namoyish etib kelyapti. Mirko Yelish boshchiligida va ikkita bunaqa jamoani to'qnashuvida yaxshi futbol ko'rsak kerak deb taxmin qilganim. Menimcha shunaqa bo'ldi ham. Navbahor jamoasi birinchi bo'limda o'sha o'ziga yaratilgan, o'zi yaratgan vaziyatlaridan unumli foydalanib ketib, ikkita gol urib olgandan keyin ikkinchi bo'lim avvalida Temur Kapadze 3 markaziy himoyachi taktikasiga o'tdi ikkinchi bo'lim avvalidan va darhol xayolimga kelgan narsa, Navbahor endi Temur Kapadze o'sha 2-0 hisobini ushlab qolishga ishonchi komil va 3 markaziy himoyachi taktikasini sinovdan o'tkazishga o'tdi. Ya'ni o'rtada 2 yarim himoyachi qoldi o'sha paytda. Benjamin Teydi bilan adashmasam Quvondiq Ro'ziyev tushirdi shekil, adashmasam. Quvondiq Ro'ziyev bilan Benjamin Teydi harakat qildi va oldida o'sha oldinda Kati, ikki qanot hujumchilar rolida Jiyanov bilan Ilich qoldi. Vaholanki o'yin boshida o'sha Vanya Ilich hujumchi ortida harakat qilayotgan 4-2-3-1 sxemasi edi. Va Temur Kapadze o'sha 2-0 hisobini ushlab qolish, 3 markaziy himoyachi bilan ushlab qolish bilan birga o'sha 3 markaziy himoyachi bilan o'ynash taktikasini sinovdan o'tkazib oldi deb bemalol ayta olaman. Lokomotiv esa kutganimdek juda ham yaxshi o'ynadi. Ikkinchi bo'limda deyarli to'liq ustunlik qildi, o'yinni nazorat qildi, pozitsion hujumlar uyushtirdi va yetarlicha vaziyatlar yaratdi Lokomotiv. Aytish mumkinki, misol uchun hali tur yakunlanishiga ancha vaqt bor, lekin biz o'sha har turdan keyin tur eng yaxshi laureatlarini aniqlaymiz-ku, o'sha ovoz berish yo'li orqali saytimizda. Va oldinga o'tib aytishim mumkinki, o'sha turning eng yaxshi darvozaboni bo'lishi nomzodlar qatorida O'tkir Yusuf albatta bo'ladi. Sababi O'tkir Yusuf bugun bir necha epizodlarda jamoasini muqarrar gollardan qutqardi va o'sha nomzodlar qatorida bo'lishi tayin. Ovoz beriluvchilar qatorida. Va bundan tashqari shu birinchi bo'limda adashmasam Ivanov tomonidan yo'llangan zarba sal qolsa darvoza 9-ligiga kirib ketay deb turgan to'pni urib yubordi va chiroyli seyf ijro etdi. Va bugun o'sha Yusufni ham hissasi katta bo'ldi 3 ochkoda. Va bitta statistikaga ko'zim tushdi. Lokomotiv bugun o'z uyida yutqizdi-yu, endi mezbon sifatida. Bungacha Xorazm bilan durang o'ynagan mezbon sifatida va Qo'qon bilan durang o'ynagan ekan, ya'ni g'alaba qozona olmayotgan ekan Lokomotiv mezbon sifatida. Faqat ikkita g'alabani ham Samarqandda Dinamoni yutib kelgan va Muborakda G'uzorda Mashalni yutib kelgan ekan. Lokomotiv klubi o'z maydonida nimagadir omadsizlik ta'qib qilmoqda. Endi o'z maydonida degani qo'shtirnoq ichida, chunki Lokomotiv hozircha o'z maydonida o'ynay olmayapti, o'z stadionida, boshqa stadionlarda o'ynayapti. Mezbon maqomidagi o'yinlarda hozircha Lokomotiv bironta g'alabaga erisha olmadi. Navbahorda esa ketma-ket adashmasam ikkinchi g'alaba bo'ldi. Bugungina ham hisoblasak, o'tgan yoki 3-chimidi? To'g'risi bitta qarab olay, boya o'zim kanalimga yozdim. 4-chi ketma-ket g'alaba. Qo'qon yutqizgandan keyin Mashal, Andijon, Surxon Lokomotivni mag'lub etishga erishdi. O'zimni olib qaraganimsa 4-chi ketma-ket g'alaba va 3-chi ketma-ket 0 ga o'ynab yutilgan g'alaba. Ya'ni shu narsani ta'kidlab o'tish kerak. O'sha oxirgi 3 ta o'yinda Navbahor umuman gol o'tkazmayapti, gol o'tkazmasdan yutyapti va bunda adashmasam shu har 3 o'yinda ham shu darvozabon O'tkir Yusupov, himoyachilar 4 nafar himoyachi, o'ngda Saidazamad Mirsaidov, markaziy himoyada Islom Mamadkazin, Georgiy Jigirinaya va chap qanot himoyachisi Umarat Hamzod. Ya'ni mana shu himoyadagi qo'rg'on, 5 kishilik qo'rg'on o'zgarmadi adashmasam. 3 o'yinda ham shular tushdi va o'ta ishonchli o'ynashyapti. Hozircha mana ketma-ket 3-o'yindirki Navbahor gol o'tkazmayapti, yaxshi seriya ketyapti ularda va bunda o'sha darvozabon va himoyachilarning o'yinini ham alohida ta'kidlab o'tish kerak. To'g'ri, bu degani raqiblarga umuman imkon berishmayapti, vaziyat yarata olmayapti emas, lekin muhimi darvozabon va himoyachilar o'sha 0 ga o'ynashni uddalay olishyapti va buning uchun ularni alohida e'tirof etib qo'yish kerak, darvozabon va 4 nafar himoyachini. Va albatta undan tashqari ketma-ket ikkita turda gol urgan va Ilichni ham alohida ta'kidlash kerak. Shunaqa seriya qilib oldi, ya'ni ketma-ket ikkita turda gol urishga erishdi.
Ruslar ancha formaga kirib boryapti sekin-asta. O'yindan o'yinga qo'shyapti deb aytib o'tdi va bugun o'sha Jiyanovning o'yinini alohida ta'kidlagan bo'lardim. Narzulla penaltini so'rancha Alyorefidan u ham yo'q desa, malaka oshirib qo'ysin maslahatim yozibdi. Penalti masalasida to'g'risi hayron qoldim, chunki televizor orqali shunchaki takrorlarni ko'rdim va o'sha ko'rgan takrorlarimda ikki xil rakursdan ko'ringan, ikkalasida ham o'sha qaysi himoyachi, to'g'risi himoyachi Lokomotiv a'zosining oyog'i Jiyanovga teganini topa olmadim. Lekin bitta lekini bor, juda katta lekini bor. Boshqa kam o'sha vaziyatda penalti qo'ydimi o'zi birinchi? Qo'ymadi. Qo'ydi, yo darhol qo'ydi. VARga lekin chaqirildi. VARga chaqirildi. VAR chaqirdi va ya'ni VARdagilar, demak, VARdagilarning fikricha penalti emas. Chunki o'zini-o'zi chaqirmaydi penalti qo'yilgandan keyin. Demak, VARdagi boshqa kam bilan kelishi nimasi bo'ladi? Fikr bir joydan chiqmagani uchun chaqirdi. Boshqa kam fikrini o'zgartirmasdan qoldi va aynan shu narsa lekini bor. Ya'ni boshqa kam VARni ko'rdi. Shu pavtorlarni ko'rdi va qayerdadir asos topa oldiki, penaltini yo'q, penalti bor, baribir deb qo'ydi. Ya'ni o'sha birinchi qarorni o'zgartirmadi. Demak, o'sha asos menga qiziq, to'g'risi. Men balki ko'rmagandirman. To'g'risi men topolmadim. O'sha vaziyatda ko'p muhokama bo'ldi. Endi buni USFQM vakillaridan so'raymiz, Alyorevdan ham albatta so'raymiz. Hozircha aniq javob yo'q menda. U asos menimcha faqat sizga emas, juda ko'pchilikga qiziq bo'lsa kerak. O'sha penalti qo'yilgan epizoddagi nima asosga ko'ra berilgani, lekin bitta narsa aytib o'tishim kerak, shu o'yin payti ham o'sha Telegram gruppamizda shu mavzuda suhbat bo'ldi, yozishmalar. Epizod men o'tirgan joydan taxminan deylik bir 15-20 metr masofada bo'ldi-da va o'sha epizodda taq etgan ovoz eshitildi. Ya'ni bilmayman u yerda, chunki men katta obyektivda yaqinlashtirib fokuslab turgani uchun aynan oyoqlar ko'p tushmagan, lekin o'sha taq etib o'sha joyda ovoz eshitildi. Ya'ni bilmayman u vaziyatda Jiyanovning bitta oyog'i ikkinchi oyog'iga urildimi yoki bo'lmasa o'sha penalti olib kelgan himoyachi adashmasam Shushner olib keldi 15-raqamli. To'g'ri, esladim. Adashmasam Shushner edi. Shushnerning oyog'i Jiyanov oyog'iga tegdimi, unisini bilmayman, lekin aniqki qaysidir bitta oyoq ikkinchi oyoqqa tegdi o'sha epizodda. O'sha kontaktning ovozini aniq tiniq eshitdim. Juda ham yaxshigina balandlikda taq etgan ovoz eshitildi, lekin Jiyanovning oyoqlari bir-biriga tegdimi yo Shushner oyog'i tegdi, unisini men bilmayman, chunki katta obyektiv yaqinlashtirib olayotgan. Videoni ko'rmadingizmi pavtorini? Pavtor takror lavhalarni ko'rdim, lekin o'sha siz aytgandek, menda ham qanaqadir o'sha balki translyatsiya sifatidanmi bu narsani sekinlashtirilgan kadrda ham aniqlab olish qiyin-da. Men shunchaki aytayotganim. Shunga hayronman-da. Va demak, yoki VARdagi takror lavhalar boshqacharoq. Men ham takror lavhalarni ko'rib, aniq penalti bor bu yerda yoki aniq penalti yo'q deya olmayapman. Takrorlar ko'rdim, lekin bitta narsani shu aytayotgan gapim, o'yin payti o'sha epizodda taq etgan ovozni aniq tiniq eshitdim. Eshitildi aniq tiniq. Pavtorlarni ko'rganimda videoda Jiyanovning bitta oyog'i ikkinchisiga tegib ketganini ko'rdim, lekin o'sha ovoz taq etganmi bilmadim. Unisi mana endi unisi misol uchun katta ehtimol bu epizodga menimcha USFQM munosabat bildirishi kerak. Shunda to'g'ri bo'ladi. Ya'ni boshqa hakam nimaga asoslanib penalti qo'yganini izohlab berish kerak. Chunki shuni aytyapman. Chunki bu bahsli vaziyat. Bahsli vaziyat bo'lgani uchun ham aytish kerak. Bahsli bo'lganda ham hakam borib pavtorni ko'rdi. Takrorlab ko'rdi. Yo'q, o'z qarorimni qolaman deb. Bu endi qo'pol qilib aytganda hakam yo'q, o'sha VAR chaqirgandan keyin qarorini o'zgartirsa, gonoraridan qanchadir minus bo'ladi-yu. Gonorarim kuyib ketmasin deb qarorini o'zgartirmasa, bu absurdda. Unaqa qilmasa kerak. Ya'ni shuni aytmoqchiman. Nechta o'yin ketib qolishi mumkin. Demak, o'shanda asos bor-da, ya'ni yo'q, penalti bor. VAR hakam bilan fikr ikki xil bo'ldi. Demak, asos bor qanaqadir. O'sha asos menga to'g'risi qiziq. Qaysidir boshqa rakursdan pavtor ko'rsatgandir, qaysidir joyda bizga televizor orqali ko'rinmagandir o'sha vaziyat. Shuni masalan tushuntirib bersa yaxshi bo'lardi. Narzulla Navbahorga dushman deb yozishibdi. Mayli, buni ham qabul qilamiz. Lekin hamma fikringiz ham to'g'ri emas. Bugungi o'yinda Temurxo'ja juda qattiq ishladi, buni ham e'tirof etish kerak. Darhaqiqat 100% to'g'ri izoh bo'libdi. Temurxo'ja Abduxoliq juda ham yaxshi, zo'r sport formasiga kirib olgan va mana bugungi o'yingacha 4 ta o'yin ketmagan gol urib kelayotgandi.
o'sha USPFL Fantasy ochdi. Shu Fantasydan Temurxo'jani olgan edim men. Chunki ketmaga gol uryapti. Ikkita turdan biri bor jamoamda. Bugun to'g'ri gol urmadi, jamoasi yutqazdi, lekin chindan ham maydonda Temurxo'ja Abduxoliq juda katta ob'yomdagi ishni bajardi. Kerak bo'lsa birga bir aldash kerak bo'lgan joyda birga bir ham aldayapti, pas berish kerak bo'lgan paslar ham beryapti, himoyaga ham qarashyapti. Butun maydonda sheriklarini qo'llab-quvvatlash kerak bo'lgan payt qo'llab-quvvatlayapti, ko'rsatma berish kerak paytda ko'rsatma beryapti. Xullas, aytish mumkinki, juda ham yaxshi sport formaga kirib olgan va garchi Lokomotiv yutkazgan bo'lsa-da, bugun shu Temurxo'ja Abduxoliq maydonda qilgan mehnatini chindan ham alohida e'tirof etish kerak. Juda ham katta hajmdagi ishni bajardi bugun maydonda. Juda ko'p mehnat qildi. O'zi bu yil Lokomotivning yarmi Temurxo'ja desak bo'ladi. Shu hisoblab chiqdik. Yarim golida qatnashibdi Temurxo'ja. Oxirgi bugun gol urmadi, oxirgi 4 ta golini Temurxo'ja uribdi degan Temurxo'ja o'zi urdi 4 ta gol. Statistikalar ham chiqdi-yu. Ya'ni Temurxo'ja bitta golga golli uzatma ham berganda 5 ta gol. Adashmasam birinchi turda Abrayevning goliga assist bergan edi. Quvonchbek Abrayevning goliga assist bergan edi. Yo'q, Laziz Mirzayevga. Laziz Mirzayev to'g'ri. Abrayevda ham qatnashgan esingizda bo'lsa, Patap zarba bergan, Patap qo'ldan chiqarib olib Abrayev urib ketdi. Shunaqa. Ya'ni ikkita golda qatnashgan, assist bergan. Rasman bitta pas bo'lgan, lekin ikkalasi qatnashgan. Bunday olib qarasangiz, deyarli barcha golda qatnashmoqda. Temurxo'ja. Qolish kerak. Endi to'g'ri o'ynayapti endi. Misol uchun, o'yindan keyin adashmasam Muhriddin Zoirov yana qaysidir o'yinchi haqida savol berishi, nimaga kam o'ynayapti deganda, Yelich ham aytdi, ularni men hurmat qilaman, juda ham yaxshi o'yinchilar, lekin bizda hozir raqobatda Temurxo'ja Abduxoliq juda ham yaxshi sport formasida va raqobatda ulardan kuchliroq variant o'ynayapti. Temurxo'ja juda ham zo'r sport formasida deb bosh murabbiy ham alohida ta'kidlab o'tdi Yelichcha. Bugungi o'sha o'yinda Lokomotiv Navbahor o'yini statistikasini berdi PFL. Zarbalar 20 ga 14 bo'libdi. Bu endi umumiy zarbalar, aniq zarbalar 7 ga 6. Ya'ni Lokomotiv bugun 7 ta aniq zarba berib, siz aytganingizdek Yusuf 7 ta demak, Yusuf. Endi hammasini balki qaysirini himoyachilardir, balki endi men ko'rmadim to'g'risi o'yinni to'lig'icha. Yusupov haqiqatan o'sha 7 ta zarba boribdi darvozasiga va gol o'tkazmagani bu fakt. Ya'ni ko'plab seyflar amalga oshiribdi. Lokomotiv 6 ta aniq zarba beribdi. Qolganlarida deyarli tenglik kuzatilibdi. To'p nazorati 63 ga 37 bo'libdi. Demak, bu menimcha shu ikkinchi taymda Lokomotiv gol urish uchun harakat qilib, to'pni aslida ikkinchi taymda o'zi Navbahor Kapazza ham etdi. Ikkinchi bo'limda biz hisobga o'ynadik, natijaga o'ynadik. Birinchi bo'limda 2-0 qo'ygandan keyin o'zi 3 markaziy himoya taktikasiga o'tganini o'ziyoq Temur Kapazzi boshqa taktik sxemani sinovdan o'tkazishga boshlaganini anglatardi va o'zi ham aytib o'tdi, biz ikkinchi bo'lim natija uchun o'ynadik dedi. Ya'ni to'pni Lokomotivga berib qo'yib, o'sha himoyani qattiq ushlashga, o'sha zich himoyalanishga, raqibga o'z jarima maydonchasi atrofida bo'sh hududlar bermay himoyalanishga jiddiy e'tibor qaratishga o'tdi. Shu sababdan ham menimcha to'plar nisbatida o'sha Lokomotiv juda katta farq bilan oldinda bo'ldi bu o'yinda. Lekin o'zi umuman olganda ham Lokomotiv juda ham bir yoqimli jamoa qolibdi. Mirko Yelich juda ham yaxshi o'ynayapti Lokomotiv. Misol uchun zerikarli futbol bo'lmayapti. Shu faqat boya yuqorida aytgandek, Qo'qon 1912 bilan uyda bo'lgan o'yinida nimagadir Lokomotiv juda ham umuman o'yna olmagandi. Bilmayman nima bo'lgandi o'sha kuni. Lekin qolgan hamma o'yinlarda yaxshi o'ynayapti Lokomotiv. Narzulla aytinchi penalti bergach, hakam stadionga e'lon qilish kerak edi. Nega ular e'lon qilmayapti? Yo'q, bu bir martami, ikki marta sinab ko'rilgan. Rasman joriy etilmagan hali Superligamizda. Hali u narsa kirib kelmagan. Alisher Abdaliyev bekor gap. Narzulla hech qanaqa Navbahorga dushman emas. Ular faqat Real qarashadi. Haqiqatni hamma yaxshi ko'radi, lekin hech kimga yoqmaydi. Rahmat deymiz mana shu insonga. O'yindan oldin, masalan, shaxsan o'zim Lokomotiv Navbahor o'yinida 0-1 hisobida taxmin bergandim. Navbahor uchun Navbahor men kutganimdan ham kattaroq hisobda yutdi 2-0 hisobida. O'yindan oldin 0-1 degandim taxminim. Siz yo'q edingiz, adashmasam, o'yindan oldingi efirda. Qachon qildinglar? Yo, o'tgan turni oxirida edi. Demak, siz yo'q edingiz. Men tomonlarni yo'q, men yo'q. Taxminlayotganimizda yo'q edingiz. Yo'q edim menimcha. Qachon qildinglar? Haqiqatdan men 90 minut bilan adashtiryapman. O'zi ko'p podkastlar bo'lyapti-da, o'zim chalqashib ketaman. Hammasi mashxonada, shu stol atrofida. Shu joyim ham shu kadastr qilinadi. Hop, chalkashib ketyapsiz. Navbahor jamoasi bitta narsani tushuntirish berib ketaylik. Navbahor jamoasi ochkolar sonini 18 taga yetkazib oldi
va 2 nafar peshqadam bo'lib turgan Neftchi Paxtakor bilan ochkolarni tenglashtirib oldi. 18 tadan ochko. Neftchi va Paxtakorda hozircha bitta o'yin hali zaxirasida bor. 8-turni hali o'ynashmadi. Lekin bitta narsani aytib ketay. Navbahorning bugungi g'alabasi Neftchi jamoasini birinchi o'ringa olib chiqdi. Bu qanday qilib deyishingiz mumkin. Chunki kecha turdan oldin Paxtakor birinchi o'rinda edi. Tushuntirish beraman. PFL dan so'raganimda bu vaziyatda aslida birinchi navbatda Superligada o'zaro o'yinlarga qaraladi. Ochko teng bo'lsa, ikkita jamoaning ochkosi teng bo'lsa, 2 va undan ko'p. Ikkita endi 2 va undan ko'p bo'lsa, ochko o'zaroga qaraladi. Lekin kecha Paxtakor Neftchi ochkosi teng edi. O'zaroga Paxtakor yutgan. To'g'rimi? Paxtakor tepada edi. Bugun Navbahor yetib olgani uchun va mana shu 3 jamoa bir-biri bilan hali o'ynamagani uchun, to'g'rimi? Shunaqa. Neftchi Navbahor o'ynamadi. Ya'ni shu faktordan kelib chiqib, ya'ni agar ertaga Neftchi Navbahor o'yini bo'lsa-yu va o'sha o'yinda qanaqadir natija qayd etilsa, shu 3 ta o'yinga qaraladi. Ya'ni o'zaro o'yinlarga qaraladi. O'shandan keyin hozir o'zi mantiqan shunisi to'g'ri, lekin menda bitta qo'shimcha savol bor shu epizod. Misol uchun hozir agar efirimizda PFL dan vakil bo'lganda men bergan bo'lardim. To'g'ri, mana shu to'g'ri yondashuv. O'zi hali uchalavi bir-biri bilan o'ynab ulgurmagan uchun to'plar nisbatiga qarshi unda nimaga o'tgan turdan keyin Paxtakor birinchi o'rinda turgan edi? O'tgan turdan keyin O'tgan turda ham ya'ni Neftchi va Paxtakor hali o'z o'yinini o'tkazmasdan oldin 3 ta jamoa Navbahor, Paxtakor, Neftchi uchalasi bir xil ochko to'plagan pallada o'sha qaysi bir kun davomida Paxtakor birinchi o'rinda ko'rsatildi. Vaholanki to'plar nisbati o'sha paytda ham Neftchida yaxshiroqdi. Menimcha men o'ylayman, balki bu o'sha kichik adashmovchilik, kichik tushunmovchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni PFL vakillari tomonidan o'sha jadval tuzatganda kichik tushunmovchilik bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman o'zimcha. O'zi aslida o'sha hozir siz aytgan narsa to'g'ri. Va Lokomotiv jamoasi 11 ochko bilan 8-o'ringa tushdi. Tushunishim bo'yicha pasaydi, chunki OKM yutdi. Mana shunday vaziyat hozircha Lokomotiv Navbahor o'yiniga menimcha yakun yasasak bo'ladi. Hali oldinda yana o'yinlar bor. Narzulla qani 3-yillar Lokomotiv yutadi degan deb yozibdi. 3-miz bugun yo'q. Endi Lokomotiv yutadi degan uchun kelmadi deya olmayman. Shunchaki shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Hammani ham taxmin oqlayvermaydi. Mana masalan qaysidir o'tgan turdami Navbahor yutqizadi deganimda, adashmasam Surxon yutqizadi degandim. Surxon Navbahor yutdi Surxonni. O'shanda nimaga yutqizadi degandim, hujumchi qolmagani uchun. Zabihullo yo'q, jarohat olib chiqib ketganda, Norchayev hali tiklanmagan va hujumda faqat Katya qolgani uchun yutqizadi deb taxmin qilgandim, lekin o'zini oqlamagan. Navbahor yutib ketgandi. Bu safar yutadi dedim, o'zini sal-pal oqladi. Ya'ni bu yerda maqtanish emas, shunchaki faktga yetib ketyapman.